Assalomu alaykum Javlon aka. Menga qara, maraz. Agar kuyovim bo'lmaganingda, mana shu yerda mazangni qo'shib majaqlab tashladim, tushundingmi? O'zingiz bosing Javlon aka. Lekin men senga o'xshagan pastkash emasman. Kel ichkariga. Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom. Biz Shahloni dadasi bilan Allohdan iltijo qilib so'rab tilab olganmiz. Oq-yu oq taradik qizimni tarbiyasiga 100% men kafolat beraman. Sizlarning xonadoningizga men qizimni omonat qilib, kelin qilib jo'natdim. Lekin siz har safar ichib qizimni urganingizda, qizim uyga yig'lab kelganda men o'lib ming tirildim. Ajratib olish muammo emas. Muammo bitta oilani ajrab ketishida, farzandlarni tirik yetim bo'lib qolishida. Men mana shundan qo'rqaman xolos. O'g'lim Bekzodjon, men qizimni sizga omonat qilib bergandim. Oldingizda qizingiz bor. Ertaga voyaga yetib uzatganingizda eridan kaltak yeb ko'z yoshlarini oqizirib kelsa, ana o'shanda tushunib yetishingiz mumkin. Agarda ichib kelib qizimni urmoqchi bo'lsangiz, kelib meni uring. Iltimos, meni uring. Men roziman bunga. Sizga boshqa aytadigan gapim yo'q. Oyi, meni kechiring. Ben sizga va'da beraman. Shahloga hech qachon qo'l ko'tarmayman. Ich tashiyman. Uni baxtli qilaman. Faqat iltimos, meni kechiringlar. Ayolingizga qo'l ko'tarmang. Shuni unutmangki, oldingizda qizingiz voyaga yetyapti. Bu qaytar dunyo o'zingizga qaytishi mumkin.